Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan bugun men Shahimsi. Короче do'stlar, bu videoda ko'rib turganingizdek Tony Stark, ya'ni Temir Odam filmidagi barcha kostyumlarni kiyib ko'ramiz. Ya'ni Tony Stark kiygan kostyumlarni. Chunki Tony Starkni bilganlar biladi, u juda ham daho. Va do'stlar, yana bir narsa. Bu mod men Ultron degan narsani bilsanglar kerak. Thanosga qarshi urush bo'lganda ingliz tilida Infinity War degan kino bo'lgan, o'sha Temir Odam qatnashgan. O'sha kinoda короче Thanos qatnashgan bo'lgan, to'g'rimi do'stlar? O'sha kinoda shu mana basharasi qursin bo'lgan, короче do'stlar. Короче do'stlar, videoni cho'zmaymiz. Qanunda ketdik. Hamma Temir Odam kostyumlarini raspakovka qilib ko'ramiz. To'g'ri kiyib ko'ramiz. Xusham bor ekan. Menimcha bu yangi versiya uchun bo'lsa kerak, do'stlar. Короче do'stlar, birinchi kiyim bu hozir Item Iron Man add-on Infamous Iron Man. Короче do'stlar, bu kiyimni ham sekin kiyib ko'ramiz. Davay. Qanday turibdi do'stlar? Aytgancha do'stlar, bunga arc reaktor qo'yish kerak. Arc reaktor degan narsa bu hozir sizlarga aytaman. Arc reaktor hozir mana bitta bo'lish kerak edi. Arc reaktor, mana do'stlar. Короче do'stlar, arc reaktor degan narsa bu to'g'risi aytgan Temir Odamning yuragi bor. U filmni ko'rganlar bilsa kerak. Temir Odamning yuragi Prove that Tony Stark deb yozilgan narsani o'qigan bo'lsangiz kerak, agar ingliz tilida ko'rgan bo'lsangiz. Короче do'stlar, o'sha bu Temir Odamning yuragi, to'g'rirog'i Tony Stark yuragi do'stlar. Короче endi sekin kiyib ko'ramiz. Yana bitta kiyib ko'raylik. Menimcha do'stlar, bu Temir Odamning kiyimi kinoda chiqmagan, lekin menimcha do'stlar bu Doktor Doomning kiyimi. Bilsangiz agar Tony Stark oxirgi Thanosga qarshi jang davomida o'lganda, dushmanga qarshi bo'lgan anaqada jangda. Keyin Doktor Doom o'rnida o'yin anaqaga kirgan do'stlar, Marvelga kirgan. Marvelmi DC mi unisini yaxshi bilmadim, lekin do'stlar, menimcha bu Marvelga kirgan Doktor Doom. O'sha Doktor Doomning kiyimi bu do'stlar. Bu ham Tony Stark kiygan bu kiyimmi? Bunda короче ishlatib ko'ramiz. Короче do'stlar, juda ham zo'r. Modga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu turolimiz, chiroyli bo'lib, короче mana qilib do'stlar, mana qilib botsa bo'ladi. Короче do'stlar, yoki mana qilib yetsa bo'ladi. Juda ham qiziq mod do'stlar. Chunki bu mod topishim ham juda ham qiyin bo'ldi. Ancha yildan beri qidiraman do'stlar. Endi topdim, chunki bu mod sal topish qiyinroq bo'lgan mod. Chunki ko'rganingizdek Temir Odam shunaqa kiyimlar bor, to'g'rimi do'stlar? Shuning uchun bu sal qiyinroq mod topish. Короче do'stlar, mana buni bossa Tony Stark yuragidan mana bu narsa chiqadi. Короче do'stlar, shunaqa qilib bitta do'ldiramiz, ko'rasizlar. Короче do'stlar, birinchi kiyimni raspakovka qilish yakunlandi. Endi sekin ikkinchi kiyimga o'tamiz. Ikkinchi kiyim animated series nimadir season birinchi sezondagi kiyim ekan. Bu kiyim, bu kostyumni ham do'stlar ko'pchilik ko'rmagan bo'lsa kerak, chunki bu kostyumni Temir Odam menimcha kiymagan. Просто uyda chang bosib turgan. Короче do'stlar, bu ham boyga kostyum Короче do'stlar, bu ham boyga kostyum qiladigan ishlarni qiladi. Va maskani yechib kiya oladi. Короче do'stlar, buni ham qildi raspakovka. Endi mana bunisiga keldi. Bu sezon, ikkinchi sezondagisi ekan do'stlar. Bu kiyim ham bo'ladi. Kiysa bo'ladi. Mana qarang. Do'stlar. Chiroyli sizlarga aytsam. Bilmadim, hammaga o'z qiziqishi bor va xohishi bor. Keyin kiyim hozir menga qo'yib chiqaylik. Voy, noto'g'ri qo'yardim. Короче
Men bir g'alatiroq kiyimgacha qo'ydim. Endi sekin kiyib ko'ramiz. Bu ham bir ajoyib kostyum Temir odammi? Lekin Temir odam buni ishlatmagan bo'lsa ham, bu juda ham qudratli kostyum. Shu sal g'alatiroq tushar ekan, normalniy do'stlar. Bu ham boyga qiladigan ish qiladi, lekin buni maskasi boshqacha ichiladi. Qarang do'stlar, boshqacha ichilib, boshqacha kiyiladi. Bu ham o'ziga yarasha zo'r. Hamma xohishiga qarab. Bu Mark 1. Temir odamni birinchi kostyumi, g'orda yasagan kostyum bor-ku, mana do'stlar. Bu olov otadi. Короче, mana bunaqa do'stlar, olov otadi. Zo'r. Mana bunaqa raketda ham otadi. Do'stlar, короче, bu kiyim ham juda ham zo'r ko'rinishda. Hammaga har xil, lekin menga yoqdi. Azgan bo'lsa ham yoqdi, chunki bu kiyim ko'rinishini qaranglar, bu hayotda juda katta, lekin o'yin nimagadir kichkina qilib qo'ygan. Zato uchishni biladi. Bu kiyimni ham ko'rdik. Keyin do'stlar, agar keyingi videoda shu modda Temir odamni birinchi, ikkinchi, uchinchi qismidagi uylar bor-ku do'stlar, Temir odam kinosini ko'rganlar biladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlarda uni Kaliforniyada, Malibu shtatida, Kaliforniya shtatining Malibu degan joyida bitta juda ham zo'r villasi bo'lgan. O'sha villasi ham menda o'sha merini topib do'stlar, o'sha videoni ham chiqazaman. Uning uchun do'stlar qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariy yozinglar do'stlar. Qaytgancha do'stlar, o'tgan safarga video hardcore do'stlar. Короче do'stlar, hardcore nimaga 5-qismi chiqmadi desanglar, chunki 5-qismi hardcore 5-qismini chiqazmoqchi edim do'stlar, lekin bitta minusi bor. Mir o'chib ketdi deydi do'stlar. Endi nima qilib tiklashni bilmayapman. Kimdir o'chirib yuboribdi, telefonim titribdi deydi do'stlar, kimdir. O'shaning uchun do'stlar, Temir odam o'rgimchi odam endi qiziqarli qilib nimadir qilib hardcore o'rnini bosadigan qanaqadir mod qilib sizlarning ko'nglingizni ko'tarmoqchiman. Chunki do'stlar, hardcore juda ham qiziq ketyapti. Ayniqsa o'lmayotgan paytimizda ham do'stlar, o'tgan safar ko'rganingizdek 2000 ta уже 2K prosmotr yapti do'stlar. Bu uchun juda ham katta rahmat do'stlar sizlarga. O'shaning uchun do'stlar, men videoni 2 kunda yo 3 kunda chiqazyapman do'stlar. Shuning uchun do'stlar, sizlarga juda ham katta rahmat deyman. Chunki bu men kanalim davomida eng katta natijalardan biri 2K prosmotr yig'gan. Uning uchun do'stlar juda ham rahmat deyman sizlarga. Keyingisi короче do'stlar, men bu kiyim ekan. Mark X, Mark 5. To'g'ri, Mark 10. Bu do'stlar bo'yi baland, oyog'i ozgina uzunroq ekan. Boyga qilgan ish qiladi. Bitta otib ko'ramizmi do'stlar? Xo'sh, kimdir bormi ekan? Shu do'stlar, sizlarda ham bo'lganmi? Kerak emas paytda mobila bo'lmaydi. Mana bittasi. Men piki. Aytgancha bu mob emas ekan. Ultron. Короче do'stlar, qo'namiz. Animatsiya zo'r do'stlar. Kim bu modda ishlab chiqargan bo'lsa, juda ham zo'r ishlab chiqargan ekan. Menga juda ham yoqdi bu mod. Boshida birinchi ko'rganimda men juda ham hayratda qoldim. Короче do'stlar, bu Mark 11 ekan do'stlar. Mark 11 ham zo'r, lekin Mark 11, bilmam, hammaga har xil, lekin Mark 11 ham menga yoqadi. Mark 11 ko'rdik. Endi Mark 12. Mark 12 qora kostyum ekan. Bu ham do'stlar qanaqadir chiroy beradi, lekin qora kostyum bo'lsa ham. Zo'r. Ayniqsa ochilib yopilishlariga qoyil qoldim do'stlar. Realni. Endi nima deb yozilgan ekan? Mark 13 kostyumi. Bu ham do'stlar boygina Mark 12 ni ozgina boshqacharoq versiyasi ekan menimcha do'stlar bu. Keyingisi
Mark 14. Mark 14 ham no zo'r, lekin zo'r kiylar ekan. Nu do'stlar, kiyimlar juda ham zo'r. Bu modni tashib berishim uchun o'sha videoni oxirida aytaman. Bu Mark nechi? Mark 15 ekan do'stlar. Bu do'stlar Mark 15 menimcha do'stlar Temir odam kinosini ko'rganga ancha bo'ldi, lekin bu Mark 15 menimcha Tony Starkga yaqin o'rtog'i kiyardi bu Mark 15. Menimcha o'zi kiymagan bu kiyimni. Bu Mark 16. Yo, to'xting. Kelishini ko'rsating. Mana do'stlar, Mark 16. Bu ham zo'r kiyim. Mark 16 zo'r ekan lekin. Xo'sh, Mark 16 ni qo'ydik. Mark 16 bo'lsa, Mark 17, Mark 18, kiyimman bu, hozir do'stlar. Men qora bir to'la taxlab qo'ya qolaman. Do'stlar, kiyimman bosh nimaga kerak etsanglar, bu bosh mana qarang do'stlar. Hulkbuster do'stlar. Buni lekin oldidan ko'rish iloji yo'q ekan. No zo'r. Mana qilib ursa yer dabdalasini chiqarib tashirgan do'stlar. No vashi zo'r bu anaqa Hulkbuster ham. Kim ko'rgan bo'lsa do'stlar, Hulkbuster dash Hulkga ham tishini sindirishga qodir. Shuning uchun do'stlar, bu juda ham qudratli. Bitta yer urganda yer ichiga kirib ketyapti do'stlar. Xo'sh, endi Buster ko'rdik. Oddiysini ko'ramiz endi hozir. Bu bo'tga, bu va bu. Hozir do'stlar. Hozir oxirgi kiyim, bosh kiyim bo'lsa, mana do'stlar. Do'stlar, keyin bu videoni oxirigacha ko'rishni juda ham maslahat beraman. Chunki bu videoni ko'rayotganingizda o'zi sezgandursiz, men bu videoni reklama qilib aniq qilmayman. Lekin bu videoda ko'pchilik sezgandir, kiyimlar juda ham zo'r qilib qilingan. Shuning uchun do'stlar, ko'rsangiz, menimcha vaqtingiz juda ham bema'ni ketgan bo'lmaydi. Zerikib o'tirganni ancha qiziqtirmi do'stlar? Bu shunda hozir Mark 17. Mark 17 ham zo'r ekan. Endi Mark 18. Mark 18 ni ko'ramiz endi. Otib ko'raylikchi. Do'stlar, aytgancha ovozini sal pastroq qilib turing bunaqa otgan paytda, chunki ovoz juda ham baland bo'lib ketar ekan. Короче, do'stlar, kimga otsam ekan? Menga otaman. Ovozini sal pastroq qilib turing, chunki qulog'ingiz bu naushnikda bo'lgani uchun do'stlar juda ham qulog'imga qattiq eshitilyapti lekin. Dash ultronni uzoq uchirardik-ku do'stlar, bechara tushib ketdi jinni. Endi Mark 19. To'xting do'stlar. Mana qas. Mark 19 ni kiyamiz. Mark 19 ni vashi doda qilib qo'yishibdi lekin bor. Tony Stark qar variant. Mark 19 g'alati ekan. Mana do'stlar, Mark 2 eng zo'rlardan. Короче, do'stlar, bu Mark 2 mana bunaqa deydi do'stlar, mana. Masalan do'stlar, men kiygandan keyin buni mana qilsa, do'stlar, короче, bu Tony Starkga birinchi tayyorlagan kichkina anaqasi Mark 1 dan keyingisi bu Mark 2 bilsangiz. Mark 2 juda ham eng musir kiyimlardan biri, lekin hozir ko'rsataman do'stlar. Osmonga uchsa do'stlar muzlab qoladi bu. Kim kinoda ko'rgan bo'lsa, rost ekan do'stlar. Mana do'stlar, qarang. Titillidi hozir.
Do'stlar, nima bo'ldi? Do'stlar, uzr. Nimadir neto ketib qoldi hozir. Qarish do'stlar, Mark 2 shunaqa g'alati odati bor. Men Mark 2 ni muzlab qo'ygan varianti titrladi-yu do'stlar, o'sha g'alati varianti. Bu Mark XX. Mark 20 do'stlar. Bu ham zo'r lekin. Hozir do'stlar, bu moddaning bitta qiziqarli tarafi bor edi. Mana do'stlar, hozir sizlarga qiziqarli tarafini ko'rsaman. Mana do'stlar. Mana. Qarachi do'stlar, men narsa bilan otadi. Ko'rinmas ekan otishi. Lekin zo'r otadi do'stlar. Normalniy jonini ketkizadi. Mana bu narsa ham kinosini ko'rganlar biladi. Ovoz juda ham baland do'stlar. Ayniqsa men naushinda bo'lganim uchun ham qulog'imni vashshi qilardi lekin. Keyin minigun bu ham zo'r. Qarachi do'stlar, bu minigun ham juda ham qiziqarli, aylanib turadi, ya'ni drilllar. Keyingisi nima edi? Missile launcher. Bu ham do'stlar zo'r. Mana do'stlar, bu qo'lga taqiladi aytgancha. Buni ko'rganlar biladi, juda ham o'q qattiq tegadi. Do'stlar, buni har baloga otish yaxshi emas, chunki vashshi o'q qattiq buni. Bitta qattiq tegib ketsa, neto dabdalasi chiqadi. Qarachi do'stlar, shu narsaga tushunmadim Iron Legionni. Tushunganlar kommentariyaga yozib yuborsin o'z fikrlarini. Keyin do'stlar, Mark 20 ni raspakovka qildik. Bu endi do'stlar Mark 21. 21-asr. Qarachi do'stlar, olg'a. Do'stlar, Mark 21 ham o'ziga xos tilladan yasalgan status, ya'ni ko'rinish berib turibdi. Bu ham do'stlar juda ham chiroyli, ham qiziqarli, ham chiroyli. Shuning uchun do'stlar, necha ball berardinglar shu kiyimga? Chiroyli, to'g'rimi do'stlar? Zo'r-a? Oltindan yasalganga o'xshaydi. Temir odam menimcha bu yoqtirgan kiyimi bo'lsa kerak, kostyumlardan biri bo'lsa kerak. Endi do'stlar, Mark 22. Bu ham yonib turgan kiyim lekin do'stlar, juda ham zo'r kiyim. To'g'ri, boyiga oddiy kostyumlarni anaqasini beryapti bu ham, lekin bu ham qiziqarli. Nimaga bilmadim, menga juda ham yoqdi u ham. Bu Mark 3. Temir odamni boyiga oqdan keyingi eng zo'r kiyimlardan biri. Buni adashmasam do'stlar, bu Temir odam kinosining birinchi Temir odam kinosi bor-ku. Iron Man First, to'g'rog'i Temir odam 1 kinosi. O'shanda Abadaya degan yovuz oldin buni o'zi ishdagi do'sti bo'lgan, lekin do'stlar, Abadaya yaxshi odam bo'lmagani uchun Tony Stark kiyimini olib, dunyoni boshqarib nimadir qilmoqchi edi. Lekin do'stlar, Tony Stark uni shu kiyimida mag'lub etgan. Bu lekin tez buzilib ketadigan oddiy kiyimlardan biri. Mami ham do'stlar zo'r. Mark 4. Bu Mark 4 ekan do'stlar. Bu ham menga zo'r kiyiladi. Boshqalar boygilardan farq qiladi do'stlar, to'g'rimi? Endi Mark necha? Mark XLX. Qarachi do'stlar, buni bilmadim. Bilganlar kommentariyaga yozib yuborsin. Qarachi do'stlar, bunda yangi narsa qo'shiladi do'stlar. Mana o'sha do'stlar. Do'stlar, bu vashshi zo'r, lekin bitta narsa qo'shib bersa ham, yeri yo'q qora qoladi, do'stlar. Mana qarachi do'stlar, bu yeri ichiga tiqoryapti. Ham rangi ham zo'r do'stlar, boygilardan ajralib turadi. O'shaning uchun do'stlar, men agar ball sistemada
berish istaganimda bu kostyumga bir 8 ball qo'yardim. Chunki o'zingiz ko'rib turganingizdek bunda ham minuslar bor. Va do'stlar, bu Temur odam kinosining ikkinchi qismidagi Pepper bilan Happy bor, Tony Stark yordamchilari. Ular Rolls-Royce'da esingizda bo'lsa, Formula 1 bo'lgan, poyga bo'lgan Tony Stark qatnashgan. Keyin elektrli ipli, men qanaqadir arqonda Tony Starkni anaqqamoqchi bo'lgan, u men bu sumkani qo'liga tiqib qilgan. Mana do'stlar. O'sha afsonaviy va zo'r kiyim. Do'stlar, menga juda ham kelishoqdi, o'zgacha ekan, mana do'stlar. Do'stlar, bu ham vashcha zo'r kiyim lekin. Ham do'stlar, mana ikkita nuqtani bossa, bitta nuqtani 2 marta bossa, juda ham tez uchar ekan do'stlar. Aytgancha do'stlar, men endi tushundim bu nimaligini. Vayni samolyot bilan Vayni samolyotdan qochgan paytida do'stlar, qarochi shu narsani shunaqa tez uchganda, даже Vayni samolyotdan super jetdan tez uchgan do'stlar bu. O'shaning uchun bunga ham katta ball berardim. Bu hamma kiyimida bor. Orasida yo'llar ham bor, lekin biz 98% kiyimda bor, lekin Tony Stark'ga. Qarochi unaqa tez uchishi. Do'stlar, menga bitta savol tug'dirdi do'stlar. Nimaga ayni Tony Stark shu kiyimida o'sha paytda qochib qolsa bo'lardi-yu, o'zi yutqizaman deb turgan bir paytida do'stlar, urushgan, jasurlik qilganmi, bilmadim to'g'risi do'stlar. U paytda shu 2 marta bosib uchayotgan o'sha uchib ketib qochib ketsa bo'lardi, o'zi qahramonlik qilaman deganmi, hazil do'stlar. Qarochi do'stlar, keyingi kostyumga o'tamiz. Bu kostyum hamma taniydigan nanotexnologiya. Qasoskorlar Marvel kinosining o'sha oxirgi marta chiqqan, anaqasida chiqqan o'sha Tony Stark o'lishidan olingan kiyim. Juda ham bu zo'r kiyimlik, nanotexnologiya. Bunga do'stlar 10 dan 10 ball berardim do'stlar. Mana bu narsa bilan qarochi do'stlar, tushuningiz, uchirib o'ra qoladi. Mana. Jo'jaga otib ko'ramiz. Do'stlar, temayaptimi, biling. Mamkiki. Bitta o'q yetadi do'stlar. Keyin do'stlar, buni eng yoqtirgan tarafim boyagi ko'k Mark nechidurga o'xshab mana bunaqa lazer otolaydi bu ham. Bu ham do'stlar, yer yuzasini yo'q qilib yuborishga qodir bo'lgan lazerlardan bittasi. Buni nomini bilmayman do'stlar, lekin nanotexnologiya bu ham. Otsa yo'q qilib tashlaydi mana. Dash 7-osmoniga uchirib yuboryapti mana bu anaqalarni bor do'stlar. Juda ham kuchli lekin bu do'stlar. Buni ham do'stlar, yana nimasi turan bo'lish kerak edi. Chiqmabdi, mayli do'stlar. Nimadir ham bo'lish kerak edi. Endi do'stlar, Mark 6. Nima qarab turibsan, yo'qol bo'tda. Mark 6 do'stlar, mana do'stlar, Mark 6. Bu kiyim ham biladiganlar biladi. Temur odam 3 filmida chiqqan do'stlar. Bu kostyum ham. Bu kostyum ham lekin juda ham zo'r. Конечно, nanotexnologiyali Markka oxirgi kostyumichalik emas, zo'r do'stlar. Bu kiyim ham juda ham zo'r. Endi bu Mark necha? Mark 7. Bu do'stlar mana bunaqasi. Otib ko'ramizmi do'stlar? Qitimirchiga bitta qilib ko'raman. Creeperga. Do'stlar, Creeperga ham otib ko'rdim. Endi do'stlar,
necha Mark 8 ni kiyib ko'ramiz. Bu Mark 7, bu 6, bu 7. Bu necha edi? Mark 8 do'stlar. Mana do'stlar Mark 8. Adashmasam do'stlar shu Mark 8 aniq edi. Hozir. Teparoda bo'lsa adashmasam qaysidir kiyimi kiyilib qolardi esingizdan do'stlar? Bo'lmas ekan deymi. Nu do'stlar qaysidir kiyimi qo'ldagi nimagadir, qo'ldagi brasletmi nimagadir qarab o'zi kelardi. Endi do'stlar Mark EX degani Mark 9. Mana do'stlar Mark 9. Mark 9 ham kuchli desa bo'ladi. Nu ko'p o'zi bir xil ekan, o'xshash bir-biriga. Mark 9 ni qilgan bo'lsak, men bu temir odamni fantaziya qilingan kiyimimi shunga o'xshagan ekan do'stlar. Bu do'stlar bu ham zo'r ekan. Yengillik beradi. Nu chiroyli. Ko'zi qimillab turadi do'stlar buni. Bu temir odam deb shuni aytsa bo'ladi, lekin anu haqiqiy temir odam deb shuni aytsa bo'ladi menimcha do'stlar. Haqiqiy temir odam deb aytishga loyiq bo'lar ekan. Buni ham menimcha do'stlar 4 ta udarda oldi. Urgimchi nechta ekan? 2 ta. Chunki buni udari ham qattiq-da do'stlar. Shunda boshqa kiyimida Hulkbuster yana bitta ko'rsataman. Nanotexnologiyada ko'rsata qolaman. Nanotexnologiya anaqasini kiydim. Ana endi do'stlar, mana Hulkbuster. Любойinga endi menga kelaring. Любойinga javob. Nima qiling xos? Yerda do'stlar qatga chiqazolir, qazi olar ekan do'stlar. Do'stlar Minecraftda misol qiynalyapti do'stlar. Ancha qazib tashadi o'zi. Agar bedrukka ham sindirsam, qoyil do'stlar, qoyil qolardim. Hamma narsani sindirib tashatdim do'stlar. Do'stlar sindira olmas ekan. Yaxshilab qarasanglar, men bitta xalq urgandagi narsa chiqyapti. Do'stlar, hozir men narsa sindiramiz hozir. Ko'rasizlar. Men boshlab tashab turaylik. Ana endi do'stlar qarang. Do'stlar, suv bo'lgani uchunmi ekan? Do'stlar, buni chiqishi ham chiroyli lekin boshqalardan faqat shu orqasidagi 4 ta qanoti bilan mana bu narsa kiyilish nanotexnologiya bo'lgani uchun farq qilar ekan. Unchalik farq qilmaydi menimcha do'stlar. Do'stlar, ko'rdinglar. Do'stlar, o'zi og'zim ham og'rib ketdi to'g'risi nimagadir. Vashi do'stlar, короче, keyingi video do'stlar, o'sha boya aytganimdek temir odamni o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi filmidagi villasi bor, o'sha mashinalari ham bor, o'sha Ferrari, o'sha har xil Audi, o'sha mashinalarning hammasini tayyorlab qo'yaman. Do'stlar, короче, o'sha video chiqishi uchun 50 ta like va 30 ta 20 ta komment bo'lsa ham, u video do'stlar o'sha kunning o'zida chiqadi do'stlar. 100% do'stlar o'sha kunning o'zida chiqadi. O'shaning uchun do'stlar, faqat bu sizlarga bog'liq. Chunki do'stlar, agar men hozir video olgan taqdirimda ham, shu videoning ikkinchi qismini olgan taqdirimda ham do'stlar, agar sizlar o'shani yig'ib bermasanglar, qo'ya olmayman de do'stlar. O'shaning uchun do'stlar, o'tgan hardcoredagi videoda 2000 ta prosmotr yig'di, 20 ta like yig'di. Do'stlar, mayli 50 ta bo'lmasa ham bir 30 ta like yig'ib,
15 ta komment bo'lsin, 30 ta like, 15 ta komment yozsanglar, shu videoni ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. Hammaga xayr do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like va kommentariy va podpiska bosish esdan chiqmasin do'stlar. Hozir do'stlar oktyabr bo'lsa, shu noyabr, dekabr shu 100 ta yoki 120 ta yo 150 ta bo'lishi niyat qildim do'stlar. Inshaalloh do'stlar bu niyatimga albatta erishaman. Shuning uchun do'stlar, men podpiska bosib, qo'llab-quvvatlasanglar do'stlar, video shunaqangi tez chiqadi. Yorug'lik tezligidek chiqadi do'stlar. O'shaning uchun do'stlar, qo'llab-quvvatlayveringlar. Qanchalik 100% qo'llab-quvvatlasanglar, video ham juda ham tez chiqadi, ham men ham juda xursand bo'lardim. Короче do'stlar, hozir boya aytgandek 30 ta like va 15 ta kommentariy yozsanglar, bossanglar va 10 ta yana podpischik qo'shilsa do'stlar, o'sha kunning o'zida yangi video do'stlar. Va'da beraman do'stlar. Mayli do'stlar, videoni ko'rganingiz uchun rahmat do'stlar. Keyingi video o'sha hozir aytgandek o'sha vaqtdan keyin chiqadi. Video yoqqan bo'lsa like va kommentariy va podpiska bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat do'stlar. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.